Assalomu alaykum, e'tiboringizda o'tayotgan haftaning muhim xabarlari bilan Nazar axborot tahliliy dasturi studiyada men Davron Nasibxonov. Bugungi dasturimizda ayrim masalalarning ro'yxati aniqlanmaganidan Bishkekda o'tgan Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining yig'inida noqulayliklar yuzaga kelgan. Albatta, biz sunuştagan prioritetler menen tanıştыңыздар. Бұл biznes жүргізүү үчүн эң мыкты шарттарды түзүү болуп саналат. 190 davlatli idorasi bo'lgan UNICEF Qirg'izistonda qanday faoliyat ko'rsatmoqda? 100 ming kishiga loyihlashtirilgan suvni hozir 1,5 millionga yaqin kishi foydalanmoqda. Lekin qanday qilib? Жайкы мезгилде сунун тартыштыгы байкалып калат. Suriyaga Markaziy Osiyodan ketganlarning soni ozaymayapti. Qirg'izistondan Suriyaga ketganlarning aksariyati qorasuvlikmi? Мектептерге түшүндүрүү иштерин, окуучуларга, ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Batkenning Laylak rayonining aholisi oyiga 3 ming tonnaga yaqin qora moydan foydalansa, u yerga bir oyda 17 ming tonnaga yaqin yoqilg'i moyi olib boriladi. Ularni Tojikistonga sotilmayotganiga kim kafil bo'la oladi? Dasturimizni boshlaymiz. Qirg'izistonda Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining yig'ini bilan birga Jamoat xavfsizlik kelishimi tashkilotining prezidentlarining norasmiy uchrashuvi o'tdi. Unda iqtisodiy xalqaro hamkorlik va Yevroosiyo hududida integratsiyani oshirish masalalari muhokama qilindi. Ayrim tahlilchilar dunyodagi so'nggi voqealar bois Jamoat xavfsizlik shartnomasi tashkilotining masalalariga ko'proq e'tibor qaratiladi deb taxmin qilishmoqda. Lekin ayrim masalalarning ro'yxati aniq bo'lmagani sababli qaysi masala ko'rilib, qanday hal qilinishi noma'lum bo'layotgani bir qator noqulayliklarni yaratishi aytilmoqda. Yig'in natijalari haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo respublika prezidentlari ilk marotaba Bishkekda uchrashdi. Ularni davlat rahbari Almazbek Atambayev kutib olib, yig'in tor doirada boshlandi. Yig'in vaqtida Yevrosiyo iqtisodiy kengashdagi iqtisodiy masalalar va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash muhokama qilindi. Shu bilan birga Moldaviyaga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi oldida unga nazoratchi davlat maqomi berildi. Нам очень важно продолжить совместную работу. Быйыл Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин органдарында төрагалык кылууда. Учурдан пайдаланып, биздин төрагалыкты колдогондугу жана жыйынга келгендиги үчүн мамлекет башчыларга ыраазычылык жолдогум келет. Сиздер албетте биз сунуштаган приоритеттер менен тааныштыңыздар. Бул бизнес жүргүзүү үчүн эң мыкты шарттарды түзүү болуп саналат. Молдовага байкоочу статусун ыйгаруу чечими кабыл алынды. Эми ЭАК берилген статусту ишке ашыруу тартибин көрсөтөт. Yig'inda davlat rahbari Almazbek Atambayev taklifi bo'yicha 2017-yil Yevrosiyo hududidagi biznesni rivojlantirishga eng kerakli sharoitlarni yaratish tashabbusi qo'lga olindi. Atambayevning so'zlariga ko'ra, tadbirkorlikka yaxshi sharoit yaratish zamon talabi. Sababi ittifoq asosida qayta ishlab chiqarishni jonlantirib, tomonlar bozorlar maydonlarini kengaytirish kerak. Bu taklif Belorussiya tomonidan ma'qullanib, Qirg'izistonga savdo markazini ochib, mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri olib kelishni taklif etishdi. Этот меморандум дает нам возможность. Биз бул уюм түзүлгөн күндөн баштап Молдова эли сырттан көз салып келебиз. Аткарылган иштер бизди толук кандуу канааттандырат. Эң башкысы бул уюмга байкоочулук кылуу кадамын барып жатып, баарын алдын ала ойлонгонбуз. Эми алдыда байланышты бекемдеп, экономикалык жаатта кызматташууга ынтызарбыз. Yig'inda muhojirlar masalalari ham e'tibordan chetda qolmadi. Bu borada Atambayev fikr bildirib, ittifoqqa a'zo davlatlar qirg'iz fuqarolarini deportatsiya qilishda har tomonlama qarab chiqishga chaqirdi. Sababi chet davlatlarda 500 mingga yaqin qirg'izistonlik fuqarolar ishlaydi. Hozirda Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosida qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qadam tashlab, aytarli natija bor ekanligi bildirildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosida mahsulotlarni elektron formatga o'tkazishni taklif qildi. Объем взаимной торговли в рамках Союза вырос на 38%. ЭАПке мүчө өлкөлөрдүн улуттук экономикалары жаңы чакырыктарга туруштук берип, жылыштар көзгө басар болууда. Мисалы, айыл чарба тармагындагы өсүшкө Орусия жакшы салым кошуп жатат. Учурда Орусиянын айыл чарбасында импорттун 62%-ын ЭАП өлкөлөрүнүн товарлары түзүп, Кыргызстандан барган текстил 38%-га өстү. Mazkur fikrni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlat rahbarlari ma'qulladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning so'zlariga ko'ra, ittifoq bilan chet davlatga mahsulot eksport qilish joriy yilning 2 oyda 37% ga ko'paysa, Qirg'iziston bilan 41% ga ko'payganligini aytib, mazkur o'sishni barqaror ushlash kerakligini ta'kidladi.
Создана регулярно расширяется договорная правовая база. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө документтер Евразиялык комиссияга берилди. Мындан ары жардам берүү иштерин улантабыз. Ошону менен катар жол картасын иштеп чыгып, жаңы өлкөлөр менен келишимдерди түзүү керек. Буга Иран, Сербия жана дагы бир катар өлкөлөр иштешүүгө даяр. Qirg'iziston ittifoqi a'zo bo'lishi bilan amalga oshiruvchi ishlari ko'p. Buning uchun hozirda qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, yengil sanoatni rivojlantirish kerak. Mazkur fikrni Al-Arsha davlat rezidensiyasida davlat rahbari Almazbek Atambayev aytib, Oliy Yevrosiyo kengashi yig'ini yopildi. Yig'in so'ngida ittifoqqa a'zo davlat rahbarlari jami 5 hujjatni imzoladi. Endi dunyo miqyosidagi yana bir yig'inga nazar tashlaymiz. Suriyaga kimyoviy hujum bo'lgani aytilib, Amerika Suriyaga raketalarni tashlagandan keyin Italiyada katta 7lik tezkor yig'in o'tkazdi. Unda Bashar Asadni qo'llashni to'xtat deb Rossiya tanqidga olindi. Shundan beri Rossiya telekanallari o'zlarining faktlarini aytib himoyalanishmoqda. Keyingi lavhada mana shu katta 7lik to'g'risida so'z bo'ladi. Yirik yig'inga a'zo o'lkalarning tashqi ishlar ministrlari Italiyaning Lucca shahriga yig'ilishdi. Yig'ilishning yurishida Suriyadagi kimyoviy hujumlardan tortib, Xitoyning yadroviy loyihalari haqida muhokamalar olib boriladi. Shuningdek, Sankt-Peterburg va Stokgolmdagi teraktlardan keyin terrorizm masalalari ham ko'rilish kutilmoqda. Tashqi ishlar ministrligidan tashqari uchrashuvga Yevroittifoqning tashqi ishlar bo'yicha bosh vakili ham ishtirok etadi. Germaniyaning tashqi ishlar ministri Suriyadagi holatni izga solish uchun yordam ko'rsatishga chaqirdi. Jetzt ist der richtige Moment, darüber zu sprechen. Азыр Орусия, Иран, Сауд Аравия жана АКШ өлкөлөрү менен аскердик жаңжалдарды кеңейтпестен Сириядагы абалды жөнгө салуу үчүн тынчтык жолу менен сүйлөшүү маанилүү. Ayni kunlarda 90 mingga yaqin aholi yashab turgan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Hududga samolyotlar, dronlarning va boshqa uchuvchi apparatlarning kirishi taqiqlangan. Shu bilan birga yirik 7lik urush harakatlarini kuchaytirishga harakat qilmoqda degan ayblovlar qo'yilib, norozilik aksiyasiga chiqqanlar ham bo'ldi. Jalolobod oblast kasalxonasida go'daklarni saqlab qolish imkoniyati ortdi. Buning uchun bolalarni jonlantirish bo'limidagi uskunalari yangilandi. Uning eng muhim tomoni, elektr yorug'i o'chsa ham uskuna 2 soatgacha ishlay oladi. Sun'iy nafas berish apparatlarining ishi to'xtamay, og'ir ahvoldagi bemorlarning soni kamayadi. Yangi imkoniyat Yaponiyadan 40 ming dollarlik tibbiy uskunalarni olib kelish bilan yaratildi. Batafsil navbatdagi lavhada ko'ring. So'nggi rusumdagi jonlantirish uskunasining yo'qligi og'ir ahvoldagi go'daklar uchun xavfli edi. Agar elektr chirog'i o'chib qolsa, eski uskunalar ishdan to'xtaydi. Shunda sun'iy nafas berish to'xtab, bola hayoti uchun xavf yaraladi. Bemorning ahvoli og'irlashib, vaziyat qiyinlashadi. Bolalarni jonlantirish bo'limini mana shunday ishlayotganiga ko'p vaqt bo'ldi. Jonlantirish bo'limidagi hozirgi uskuna 20 yildan ortiq vaqt ishlab muddati tugagan, yaroqdan chiqmagani bilan imkoniyatlari cheklangan. Eski rusumda bo'lgani uchun og'ir ahvoldagi bemorlarni saqlab qolish qiyin. Shu tufayli mazkur uskunani zamonaviysiga almashtirish zarurati tug'ilgan. O'shaga muhtoj bo'lsa, o'sha apparat bilan o'z vaqtida qo'ysa. Misol uchun operatsiya bo'lgan bolalar bor, 4 dan keyin operatsiya bo'ladi. Operatsiyadan keyingi ahvolda so'zsiz barlig'i bir o'rchan emas, operatsiya vaqtida da kerakda. Muammoni hal qilish uchun Yaponiyadan 40 ming dollarlik tibbiy uskuna olib kelindi. Uning yordamida bolalarni saqlab qolish imkoni ortadi. Yangi apparatlar elektr yorug'i o'chib qolsa ham 2 soat davomida ishlaydi. Bu sun'iy nafas berish uskunasi 1993-yillari Shvetsariyadan olib kelingan. Bu esa Yapon davlatidan olib kelingan zamonaviy uskuna. Eski apparatdan farqi shundaki, uni monitori bo'lib, barcha impulslarni kuzatib tursa bo'ladi. Reanimatsiya uskunalari Yapon hukumati moliyalagan ona va bolaning sog'ligini yaxshilash orqali tinchlikni saqlash loyihasi asosida UNICEF tomonidan olingan. So'nggi rusumdagi uskunalar o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirib, bolalarni tezroq sog'ayib ketishiga sharoit yaratadi. Ооруканага берилген жабдуу эне баланын саламаттыгын бекемдөөгө көмөктөшүп, муну менен Кыргыз Республикасындагы тынчтыкты курууга жана коопсуздукка салым кошот деп ишенем. Аппаратуранын деңгээли бир дейли. Анткени Советтер Союзунан калган. Жарыкты демке курган жери жок. 45 жылдын ичинде эле биринен кийин курулуп атса, эки чоң курулуш
башталды, жүрүп атат. Биринчи Бишкекте ошту. Андан башка дагы быйыл 6 чоң объект башталды. Mazkur loyiha asosida bu vaqtgacha oblast kasalxonasining tug'ruq va bolalar bo'limiga 42 ming dollarlik uskuna berilgan. Bundan tashqari shu loyiha orqali O'sh, Jalolobod, Batken oblastlariga 860 qishloqda 73 mingdan ortiq ayol homiladorlikning xavfli belgilari va kasalliklari to'g'risida ma'lumotlar olishgan. Mavzuni davom ettiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar fondi deb atalgan bu xalqaro tashkilot dunyoning 190 davlatida ish olib borishini hammamiz bilamiz. Jaloloboddagi yordamni mana shu UNICEF tashkiloti amalga oshirgan. Bizning kanalga UNICEFning Qirg'izistondagi yetakchisi Yukiya Makua kelib biz bilan suhbat qurdi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Suhbatni Asanbek Qoraqo'ziyev olib borgan. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз. Биринчи эле бериле турган суроо Кыргызстандын түштүгүндөгү жаш балдарга кандай жардам берилип жатат? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Well, thank you for the very good question. We are very active. Сиздин сурооңузга чоң рахмат. ЮНИСЕФ Кыргызстандын түштүк регионунда аябай чоң иштерди жасап келет. Жана белгилеп кетчү нерсе бизде Ош шаарында биздин өзүбүздүн кеңсебиз бар. Алар Ош, Жалалабад жана Баткен облустарындагы жумуштарды аткарышат. Биз айыл өкмөттөрдү колдоп, жамааттык балдар бакчаларды ачып келгенбиз. Жана ошол эле учурда Кыргызстандагы көптөгөн больницалар менен биргеликте иштеп, аларга жашоону сактап калуу мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн көптөгөн иш-чараларды жана ошондой эле эмеректерди бергенбиз. Биз улуттар аралык ынтымакты жакшыртуу максатында жаштар борборлорун түзүп, жаштардын мүмкүнчүлүгүн өркүндөтүү боюнча көптөгөн иштерди жасап келдик. Жана ошол эле учурда мектептеги көп тилдүүлүк программасындагы ишке ашырып келебиз. Кыргызстандын түштүгүндөгү 3 облусундагы жетишкендиктерибиз менен аябай сыймыктанабыз жана кубанып келебиз. And the progress made in all these 3 provinces. Балдардын жана энелердин ден соолугу кандай деп бааланып жатат? Анан балдардын өлүмү боюнча көбөйгөндүгү байкалабы же азайгандыгы байкалабы? Сиздердин маалыматыңыздар кандай Кыргызстан боюнча? There is a good news and bad news. Бул жерде жакшы, кубанычтуу жана өкүнүчтүү жаңылык бар. Кубанычтуусу Кыргызстан бул жаатында жаш балдардын өлүмүн азайтууда көптөгөн жетишкендиктерге жетти деп ойлойм. Жана ал прогресс, жетишкендик бул ушул Кыргызстандын түштүк региондорунда аябай чоң байкалып жатат. Бирок ошол эле учурда биздин оюбузча бул мындан дагы көбүрөөк иштер жасалып жана күчтөндүрүлсө болмок деп ишенебиз. Себеби дегенде азыркы учурда дагы деле бир айлык убагында жаш балдардын өлүмү да эле көп. Жана ошондой эле энелер арасында дагы өлүмдүн саны көп. Кыргызстан ошол жаш балдардын жана энелердин өлүмүн азайтуу максатында иштеп жаткан бир нече эң алдыңкы мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Жаш балдардын жана энелердин өлүмүн азайтуу менен азайтуу жаатында көптөгөн жетишкендиктерге карабастан биз дагы деле ошол жаатта мындан дагы жакшыртып, андан дагы көп жумуштарды жасоого мүмкүнчүлүк бар экенин көрүп турабыз. Бул жаш балдардын жана энелердин өлүмүн азайтуу программасында мен өзгөчө Япон өкмөтүнүн салымын белгилеп кетким келет. Биз алар менен биргеликте ишке ашырган көптөгөн программалардын арасында бир жылдык жетишкендиктерди айта турган болсок, жаш балдардын өлүмү 13%ке азайды. Бул бир жылдын гана көрсөткүчү болуп эсептелет жана ошол көрсөткүчтүн эң көп жетишкендиктери бул Кыргызстандын түштүгүндөгү региондордо болуп жатат. Бул Ош, Жалалабад жана Баткен облусу. Бул албетте ошол ар бир ден соолукту коргоо мекемесинде иштеген докторлордун, врачтардын чоң иши болуп эсептелет. Жана ошол эле учурда ден соолукту коргоо министрлигин дагы мен куттуктап, жана ошол эле учурда аларга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ministry of Health and the local administrations for their dedicated commitment for children. Кийинки сурообуз, Кыргызстандагы ар бир 5-чи бала бакчага барышат, анан эрте жаштагылар эмнелерди үйрөнсө болот, анан бала бакчага бара албаган балдардын ата-энелери алар үчүн эмне кылса болот? Well, first, I'm very happy. Азыркы учурда мен аябай
кубанып силер менен бөлүшкүм келе турган жаңылык бул Кыргызстандын айыл аймактарындагы балдардын мектепке чейинки билим берүү тармагына камтылышы бул күчөп баратат. Мурунку учурларда биз айыл жергесинде бир дагы бала бакча жок, же болбосо бир да бала бакчасы менен камтылбаган учурларды кездештиргенбиз. Ал эми азыркы учурда болсо ал сан 10%ке көбөйдү. Бул айыл жергеси үчүн аябай чоң жетишкендиктердин бири деп эсептейм. Албетте бул бир гана башталышы. Албетте сиз өзүңүз белгилеп айтып кеткендей, 5 баланын арасында бир бала гана мектепке чейинки билим берүү менен камтылганы бул өтө чоң жетишкендик эмес. Бул жерде биз дагы ишенебиз, көптөгөн жумуштар аткарылышы керек. Мен сизге бул эмне себептен экенин айтып кетсем, себеби дегенде биздин маалыматка караганда балдар бакчага барып, мектепке чейинки билим алган балдар жашоодо көптөгөн жетишкендиктерге жетишет. Ал эми ошол балдар бакчасына мүмкүнчүлүк албаган балдар салыштырмалуу бир аз азыраак жетишкендиктерге жетишет экен да. Ошон үчүн биз ушул мектепке чейинки билим берүү программаларын андан да күчтөндүрүүгө басым жасап атабыз. Анан Нобель сыйлыгына ээ болгон экономика жаатындагы аналитик Хекман деген киши белгилеп айтып кеткен экен өзүнүн иштеринде. Эгер балдар бакчага чейин билим алып, жакшы билим алса, ал жашоодо $7 кайра кайтарып бергенге мүмкүнчүлүк болот экен да. Ал эми биз ошонун айткан нерселерине ишенип, ал $7 гана эмес, андан дагы көбүрөөк салым кошот деген ишеничтебиз. Азыркы учурда Ден соолукту коргоо министрлиги жана билим берүү министрлиги тарабынан 0 жаштан 7 жашка чейинки жаш балдардын өнүгүү стандарттары ишке ашырылып жатат. Ошол стандарттын негизинде балдар бир гана балдар бакчасында гана эмес, үй бүлөдө дагы ата-энелер тарабынан дагы ошол стандарттардын негизинде иштер алып барылса болот. Ошол стандарттардын негизинде биз ата-энелер үчүн күндөлүгүн иштеп чыкканбыз. Ал күндөлүктө ошол бала төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин кандай өсүш керек, кандай жетишкендиктер болуш керек, ошону ата-эне өзү дагы карап аныктай алса болот. Мисалы, мен кызым төрөлгөндө Японияда бизге дагы ошого окшош күндөлүк берилген. Менин оюмча, ошол күндөлүктүн жардамы менен ата-энелер дагы өздөрү көптөгөн жумушту бала менен биргеликте өздөрү жасаса болот. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып калды. Сизге келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы жетекчиси Юкия Макоа айым болду. Берүүбүздү улантабыз. Qozog'istonda korrupsiya masalasi muammoga aylanib kundan kunga keng quloch yoyayotgani aytilmoqda. Bu haqda o'lkaning sog'liqni saqlash ministri Yeljan Birtanov bildirdi. Uning aytishicha, bu ishlarga bir qator davlat xizmatidagilar va hukumat vakillari aralashgan. Shu bilan birga yana bir muammo oliygohlardagi o'qituvchilarning noqonuniy pul olishi ko'paygan. Sog'liqni saqlash ministrligi ma'lum qilganidek, inson salomatligiga 4 faktor to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini tekkizadi. Masalan, turmush tarzi, irsilik, atrof muhit va sog'liqni saqlash tizimidir. Bugungi kunda Qozog'istonning ministri o'lkada kasalliklarning oldini olishda amaliy xizmatlar yo'q ekanligini bildirdi. U o'z so'zida rivojlangan o'lkalarda ommaviy sog'liqni saqlash uchun amaliy ishlarga katta e'tibor berilib, davlat tomonidan ta'minlanib kelinmoqda. Bizda esa aksincha barchasi korrupsiyaga botgan. Kasalxonalarga kirsang pul talab qilinadi, deya ta'kidladi. В результате мы получили ситуацию, когда Bugungi kunda odamning den so'lig'i nacharlab, ko'ygoy jaralsa эле жоопкерчилик автоматтык түрдө оорукана кызматкерлерине оодарылат. Бирок адамдын саламаттыгы биринчи кезекте өзүнөн көз каранды. Ma'lum bo'lishicha, boshqa o'lkalarga qaraganda Qozog'istonda tug'ruqdan so'ng halok bo'lgan onalarning soni ham 2 marotabaga ko'p. Buning barchasiga turli faktorlarni misol qatori keltirishimiz mumkin. Ammo birinchi navbatda bunga o'lkaning ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatining ta'siri katta deya aytishmoqda. Uning bir sababi sog'liqni saqlash tarmog'ining yaxshi rivojlanmayotganidir. Qozog'istonda qon aylanishining nochorligidan kelib chiqqan kasalliklardan halok bo'lganlarning soni ham ortmoqda. Shuningdek, o'lkada yil sayin
tibbiy xizmat ko'rsatishlarining narxi ham o'sib bormoqda. Buni shifokorlar kommunikal xizmatlarni oylik maoshlarini to'lash uchun shunday qadamlarga borishayotgani bilan tushuntirib kelishmoqda. Qozog'istondan yana O'shga qaytamiz. O'sh shahrida aholi sonining ortishi suv tanqisligini yuzaga keltirdi. Aniqroq aytganda 100 ming kishiga moslashtirilgan suvdan rasmiy 250 mingga yaqin yashovchi foydalanadi. Bu suv tanqisligi yuzaga kelishiga sabab bo'lib, endilikda tejash zarur bo'lmoqda. Suv xo'jaligi boshqarmasi toza suvdan ekinlarni sug'orishda foydalangan hududlarda maxsus hisoblagichlarni o'rnatishmoqda. O'tgan yili qo'yilgan hisoblagichlar suvni 2 marta tejab, natijada shaharning ayrim hududlarini suv bilan ta'minlash imkoni paydo bo'lgan. Toza suv to'g'risida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'sh shahrida ichimlik suvini yetkazib berishda tanqislik bor. Suv zaxirasi 100 ming kishiga moslashtirilgan bo'lsa, bugungi kunda 250 ming odam undan foydalanmoqda. Biroq mazkur ko'rsatkich ro'yxatda turganlarning sonigina. O'sh aholisining soni norasmiy 500 mingdan ortadi. Bu esa suv foydalanuvchilari 5 barobarga o'sdi deganini tushuntiradi. Shu boisdan suvni tejab barcha hududlarga yetkazish zarurati tug'iladi. Mol deb ishlatishadi. O'zingiz bayqaganday shar uzun turasınadagi biyigine de o'sib жатат. Bugungi kunda shar cho'ng'oyib, suvni qo'llanuvchilarning soni ko'paydi, o'sudi. O'shol sebepten кейбір аймақтарда shu ko'pincha jayqi mezgilda suvning tartishligi bayqalib qoladi. Hozirda suvni tejab foydalanish uchun maxsus hisoblagichlar o'rnatilmoqda. Uskunalar qo'llangan suvni avtomatik turda hisoblab turadi. Bu kabi hisoblagichlar hozircha Turon hududidagi har bir xonadonga o'rnatilmoqda. Shuning uchun nima bo'lib qoladi, bizga qiyinchilik bo'ladi deb o'yladim. Hali endi biz sinab ko'rganimiz yo'q. Qanaqa bo'lishini bilmaymiz. Turon hududida sug'orish suvi yo'q. Shu boisdan aholi ekinlarni ham ichimlik suv bilan sug'oradi. Bir vaqtning o'zida Turonning ba'zi hududlariga ichimlik suv chiqmasdan muammolar paydo bo'ladi. Mana shunday masalalar hal qilish maqsadida shahar suv xo'jaligi boshqarmasi loyiha asosida 3360 uyga bepul hisoblagichlarni o'rnatishi lozim. Hozirda ish 80% ga bajarilgan. Bu biz qo'yishimizning maqsadi ko'chadagi bekor oqqan suvlarni unumli maqsadini qo'yib жатабыз. Ichimlik suvining narxi har bir kishiga 19-20 so'm bo'lsa, endi kub metriga qarab hisoblanadi. Masalan, 1 kub metr qo'llanganda 5 so'm 42 tiyinni tashkil qiladi. Hisoblagichlar har doim mana bunday qilib beton to'siqlarning ichida turadi. Elektron tarzda iste'molchining qancha suv ishlatganini hisoblab, bazaga tushirib beradi. Masalan, mazkur hisoblagich kecha o'rnatilib, bir kun ichida iste'molchi 5 so'mlik suvni sarflagan. Eslatib o'tsak, o'tgan yil o'rnatilgan hisoblagichlar o'z mahsulini berib, shaharning Turon hududidagi ko'p qavatli uylar suv bilan ta'minlana boshlagan. Ish to'liq bajarilib bo'lganida esa Turonning barcha aholisi ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Bu kabi hisoblagichlar shaharning boshqa hududlariga ham o'rnatilishi rejalanmoqda. Umida Mirzabayeva, Begimay Asanova, Azam Buzrikov, Intimaq. Dasturimiz davom etadi. Suriyaga borib jang harakatlariga qatnashganlarning soni ozaymayotgani kuzatilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlarining jangohlaridan qaytib kelgan fuqarolari u yerga borib aldanib qolishganini aytib, o'z hukumatidan omonlik tilashmoqda. Qirg'izistonning u yerga eng ko'p Qorasuv rayonidan ketishgan ekan. Mazkur rayondan 200 dan ortiq kishi Suriyaga ketgan bo'lsa, uning 54 nafari Qashqar qishloq hukumatining turg'unlari bo'lib chiqdi. 54 fuqaroning 4 nafari qaytib kelgan, qolganlardan esa darak yo'q. Batafsil navbatdagi lavhada. Suriyadan qaytib kelganlar orasida 23 yoshdagi bu fuqaro ham bor. U 2013-yili sentyabr oyida internetdagi musulmonlarga yordam ber degan chaqiruvlardan keyin ketganini aytdi. Biroq u yerga borganidan keyin qurolli urushlarda qatnashayotgan jangarilarga oshpaz bo'lib ishlab yurdim dedi. Muhimi, o'z vaqtida adashganini tushunib, Suriyadan Turkiyaga qochib chiqqan. Men jashim yetmagan yoshligimda men tomoq jaslamda. Tomoq jasayotgan kun shu biz jashaganmiz o'sha joyga. Bomba tushdi-da. Aldan el emas, aldan tushdilar. Shunda o'zimga kelib, men yig'ilib turasizmi dedi. Besim o'lib qolsang ne bo'ladi deyiladi. Mazkur fuqaro bilan birga yana 3 fuqaro Suriyadan qaytib kelishgandan so'ng Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining Qorasuv rayon boshqarmasida so'roq qilingan. Unda ular ayblarini tan olib, hozirda ozodlikda yurishibdi. Biroq 2014-yildan beri Qashqar qishloq hududi bo'yicha Suriyaga ketgan 54 fuqaro bedarak bo'lmoqda. Achinarlisi, ularning orasida 17 yoshga to'lmagan 2 bola ham bor. Bu ko'rsatkich bildirganday, yildan yilga Suriyaga ketganlarning soni ortmoqda. Bunga ekstremistik guruhlarning chaqiriqlari sabab deyishadi mutaxassislar. Ошондо булар түшүнбөстүк, азгырылык менен кетип калышканда, ал жактагы абалдар боюнча булар айтканда, бул жердегилер
вообще бара турган жер эмес экен, ал жерге катыша турган деле эч кандай бир саясат же болбосо башка нерсе жок экен. Булар просто адашып кетип калгандыктарын айтып туруп атышат да. Shu boisdan bunday salbiy guruhlarga qo'shilishni oldini olish uchun Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining Qorasuv rayon boshqarmasi bilan Qashqar qishloq hukumatining vakillari birgalikda tadbir uyushtirishgan. Sababi rayon bo'yicha mazkur qishloq hukumatida Suriyaga ketganlarning soni ko'p. Shu sababli maktab o'quvchilari terrorizmga qarshimiz degan shiorlar bilan yurishga chiqishdi. Targ'ibot yurishi orqali hududning aholi zich joylashgan ko'chalardagi yashovchilar salbiy diniy oqimlardan uzoq bo'lish to'g'risida ma'lumot olishdi. Bundan tashqari osoyishta hayotga targ'ib qiluvchi chaqiriqlar aytildi. Mazkur tadbir xavfsiz hudud dasturi asosida amalga oshirilmoqda. Bu ish-charalarni biz mınalarda ulantı beremiz. İş-charanın negizinde biz elge düşündürүү иштерин, mekteplerge düşündürүү иштерин, o'quvchilarga, ota-onalarga düşündürүү иштерин жүргүзүп atamiz da. Endi mana shunday tadbirlar rayonning barcha qishloq hududlarida olib boriladi. Bundan tashqari ko'chma guruhlar tuzilib, chet o'lkaga ketgan fuqarolar to'g'risida ma'lumotlar olishadi. Ta'kidlab o'tsak, Qorasuv rayoni bo'yicha Suriyaga ketganlarning soni 200 dan oshadi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining rasmiy ma'lumoti bo'yicha o'lkadan 2013-yildan beri 600 ga yaqin fuqaro Suriyadagi urush harakatlariga ketib, 70 ga yaqini o'sha yerda halok bo'lgan. Asosiysi o'tgan yildan beri olib borilgan tushuntirishlar natijasida qaytib kelganlar ko'paydi. Misrda yuz bergan portlashlarda kamida 44 kishi halok bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, birinchi hujum Aleksandriyaning janubiy sharqidan 130 kilometr narida joylashgan Tanta shahrida Avliyo Georgiy cherkovida amalga oshirilgan. Cherkovdagi o'tirgich ostiga o'rnatilgan bomba portlagan va bir necha soat o'tib Aleksandriyada xudkush haramga kirishda o'zini portlatgan. Portlashda halok bo'lganlardan tashqari 100 dan ortiq kishi jarohatlangan. Misrda ikki xristianlar cherkovida qator portlashlar ro'yxatga olindi. Voqeadan 44 kishi halok bo'lgani aniqlandi. Ayni damda hujumni Islom davlati terror guruhi o'z bo'yniga olgan. Birinchi portlash Tanta shahridagi cherkovda bo'lib, undan bir necha soat o'tib Aleksandriyadagi xramda ikkinchi portlash yuz bergan. Voqea o'tgan sutkada ro'yxatga olindi. Unda xristian dindagilar yakshanbalik ibodat marosimini o'tkazishayotgan edi. Guvohlarning aytishicha, Aleksandriyadagi cherkovning kirishxonasida tekshiruv paytida xudkish o'zini portlatgan. Gireverishte аны tekshirib жатып, шектүү буюм таап алышты. Тартип сакчылары кармап баратканда ал өзүн жардырып жиберди. Анын жанындагы эки полициячы каза болуп, имараттын ичиндегилер жаракат алышты. Tantadagi portlash esa erta bilan soat 9lar atrofida xalq to'plangan paytda yuz bergan. Чиркөөдө адам чогулуп калган болчу. Бирок орундуктардын баары толгон жок. Бир малда эле көзүм караңгылашып, эч нерсе көрүнбөй калды. Артынан бирөө түртүп жибергендей эле болду. Бир аздан кийин айланада эс үчүн жоготуп жаткан кишилерди көрдүм. Ызы-чуу болуп кетти. Voqeadan keyin Misrda 3 oylik favqulodda holat e'lon qilindi. Shuningdek, o'lka boshlig'i terrorizmga qarshi kurashuv uchun Oliy kengash tashkil etishini xabar qildi. Batkenda neftni noqonuniy tashishni oldini olish uchun choralar kuchaydi. Buning uchun oblast yetakchiligi buyruq chiqarib, tezkor guruh tuzildi. Endi ular Laylak rayoni orqali Tojikistonga noqonuniy o'tayotgan yonilg'i moddalarni tashishni to'xtatish harakatlarini qurishadi. Shunday qilinmasa, qora moyning ortiqcha miqdori qo'shni o'lkalarga o'tib ketishi aniqlangan. Bu vaqtgacha bo'lgan monitoring natijasida noqonuniylik ko'payib, bir kunda Batkenga 500 ming litrga yaqin yonilg'i moddalarni kelishi ma'lum bo'lgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bu vaqtgacha Tojikistondan Botken oblasti orqali neft noqonuniy yo'l bilan olib o'tilishi aytilib, monitoring olib borilgan. Natijada Laylakning yonilg'i moyini 1 oylik sarflanishi 2,5 ming tonna bo'lsa, rayonga 1 oy davomida 16,5 ming tonna yonilg'i moyi olib kelingani aniqlangan. Qurilish materiallari, jig'ashlar, tovar, xalqqa kundalik kerakli tovarlar бүт бардығы ушул Тажик Республикасы менен биздин чегаранын такталбагандыгы, анын үстүнө биздин ишмерлердин бүтүндөй салыкты төлөөдөн баш тартууда. Laylak rayonida jami 72 yonilg'i bekati bo'lsa, ko'pchiligi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasiga yaqin joylashgan. Tojikistonga o'tuvchi neftning 25%gina qonuniy bo'lsa, qolgani noqonuniy yo'l bilan olib kelinishi aniqlangan. Mutaxassislarning ma'lumoti bo'yicha kontrabanda yo'li bilan neft tashish ko'payayotganligiga tadbirkorlar soliq to'lashdan qochishi sabab bo'lmoqda. Laylak rayonuna kelgan kuyuvchi maylar толук жогорку ГНСтен центральный аппараттан бизге данныйды келүүдө, ошо данный негизде биз
контроль кылуу менен бардык салыктарды төлөтүп алууга толук аракеттерди көрүүдөбүз. Бирок ошондой болсо дагы кээ бир кыйынчылыктар туулууда. Бул деген кээ бир жеке ишкерлер салыктан качуунун аракетин кылуу менен келген машиналарны мисалы ошол күйүүчү АЗСке куйбастан кандайдыр бир жолдор менен Тажик Республикасына өткөрүү менен салыктан качуулар болууда. Chegaraning aniqlanmasligi va tikon simlar bilan to'silmasligi noqonuniy yuk olib o'tishga ta'sir ko'rsatadi. Laylak rayonidagi ba'zi bir yonilg'i moyni quyuvchi bekatga yo'l olgan mashina to'g'ri Tojikiston hududiga o'tib ketgan vaziyatlar ko'p. Joriy yil boshidan beri undaylar chegarachilar tomonidan qo'lga olinib, o'rta bozor narxida hisoblanganda 3,5 million so'mlik noqonuniy yuk tegishli xizmatlarga o'tkazilgan. Keschilik жүктөр мамлекеттик чегада кармалган. Алардын ичинен айта кетсем, ГСМ кармалган, ошондой эле курулуш материалдары жана башка товарлар кармалып, алар ордунда белгиленген тартипте иш кагаздар түзүлүп, тийиштүү органдарга өткөрүп берилүүдө. Noqonuniy yuk olib o'tishga qarshi chorani kuchaytirish uchun tezkor guruh tuzildi. Hukumatning Botken obasidagi vakilligining maxsus qarori bilan ishchi guruh bugundan boshlab laylak orqali Tojikistonga yonilg'i moyni noqonuniy tashishni taqiqlash ishlarini olib boradi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va voqealar shulardan iborat edi. Keyingi haftada nazar orqali nazarlashguncha omon bo'ling. Studiyada men Davron Asbxonov bo'ldim.